Assalomu alaykum sportsevar muxlislar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida Maktablar ligasi sport musobaqasining voleybol turi bo'yicha tuman birinchiligi bo'lib o'tdi. Bu tuman birinchiligida qiz bolalar va o'g'il bolalar kuch sinashdilar. Ko'tarinki ruhda o'tgan musobaqada qiz bolalar o'rtasida birinchi o'rinni 9-maktab qiz bolalari qo'lga kiritishdi. Ikkinchi o'rinni 64-maktab qiz bolalari qo'lga kiritishdi. Uchinchi o'rinni 20-maktab qiz bolalari qo'lga kiritishdi. O'g'il bolalar o'rtasida bo'lib o'tgan musobaqada esa birinchi o'rinni 9-maktab o'g'il bolalari, ikkinchi o'rinni esa 1-maktab o'g'il bolalari va uchinchi o'rinni 20-maktab o'g'il bolalari qo'lga kiritib, viloyat bosqichiga yo'llanmani olishdi. G'uzorda doim sportimiz rivojlanaversin. Hammaga omad, sog' salomat bo'lingizlar. Doim ishlaringizga rivoj. Dönemiz.